Günlərning birida bir kishi sir eshigini minib, 7 kechik 6 dovondan eshib, qo'shni kentga bormoqchi bo'pti. Qara birodar, oldimizga 7 kechik 6 dovondan o'tsakla, qo'shni kentdagi tuqqanlarning uyiga yetib boramiz. O joyga berib, qo'saqni rasohat uyg'izib, buguncha u yerda orom elib, safarimizni atiga davomlashtiraylik. Albatta, sana yop-yeshil bo'g'izlarni bermadigina. Qani mangayli. Biroq ancha uzun mangmayla eshigi birinchi kechikdila suv ichibdi. Usab ketdingmi? Ichcha. Qoniq ichib ol. Ichcha. Eshak suv ichib bo'lgandan keyin ular safarini yana davomlashtiribdi. Bayla tığı içi vatattı. Yani usap sende. Hey canavar. İşçi. Aradan 2, 3 keçiklerdi eshak yanılı su içipdi. Bu qitimmi yo'lovchi yana ta'xir qilib, eshkining suv ichib bo'lishini kutib turibdi. Hey, qara seni. Her bir keçikte bir qitim to'xtab, uzundan uzoqqa suv ishkil tursam, qo'shni kentga bog'icha oldimizda teqib bir necha kechik bor. Manzilga kech qolmayli yana. Tez bo'l janovar. Tez bo'l. Ha? Bag'ras, kimani axbar qilasan? Tomoshuqni sovuq tiqib elib, suv ishga qiyofat ko'rib elib, uxlayotganini qara. Eshak, yana o'rliqida, yana meni oldig'ina. Men tek sana xo'shlikka borgan chaqda sana to'yg'idek bo'g'iz beraman deb tikaman. Ham hechnim yo'q. Har kim qilsa o'ziga qiladi. Sana beqib men, ishga beqib dan deb tikam. Seni o'rinli qilg'achqa meni kech qoldik. Endi sana suvmi yo'q, yemi yo'q. Yolg'onchi rizqidan qo'rqa qoladigan mana shu. Mana